Bu har bitta qorni, har bittasini bittadan farishta olib tushar ekan. Subhanalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. Aziz qadrdonlar, mashaalloh. Qorni go'zalligini qaranglar. Mana oppoq qor yurtimizga, xosatan Koson soyimizga mana haqqoniy qish o'z tarovatini ko'rsata boshladi. Subhanalloh, mana ishlaydigan, qorbobo qiladigan qor bo'ldi. Qorni go'zal yog'ishini qaranglar. Voy subhanalloh. Azizlar, eng ajoyiblisi shuki, bu har bitta qorni, har bittasini bittadan farishta olib tushar ekan. Subhanalloh. Shunda Alloh taborak va taoloni necha million farishtalari borligiga vakallatil alsinatu an wasfiha. Vasflashdan tillarimiz ojiz. Xayrli tun, yaxshi dam olinglar. Ushbu oppoq qorlar barakot bo'lsin yurtimizga. Oppoq qorlardek gunohlarimizdan pokiza bo'lishini Alloh o'ziga nasib aylasin.